Erkin Asiya Radyosu'nun xabar qilishicha, Xitoy doiralari 24 noyabr Urumchidagi o't afati haqida ochgan axborot yig'inida o't ketgan bino joylashgan aholilar rayonining yuqum karantinasi bo'yicha yeniq kasal rayoni ekanligi, binodagi aholilarning sirtqa chiqib kirish imkoniyati borligini tilga olgan. Amaliyotda ijtimoiy taratqulardagi yuzlarcha sin ko'rinishlardan binoning butun eshiklarining qulib seliqliq, hatto hayot qilib etiglik holat ekanligi ma'lum edi. Erkin Asiya Radiosi muxbirining telefon ziyoratida binoning eshiklari haqida nuqtali holda savol so'raganda, Urumchi Baxulyan soqchixona xodimi voqea haqida axborot yig'inidagi uchurlarni asos qilishimizni va ig'vo so'zlarga ishonmasligimizni tavsiya qilish bilan birlikda o'lganlar sonining ko'payib ketishida binoning ishlarining taqoq bo'lishining hal qilg'uch rol o'ynaganligini inkor qilmagan. Baxtiyo'l soqchixona xodimi o'zining yordorlarni qutqizish uchun binoning ichiga nima uchun kirmaganligini so'raganda, ishlar taqoq deb javob bergan. U bu haqda ilgirlab so'ralgan savollarga javob berishni rad qilgan. Xitoyning axborot yig'inida yana voqeada o'lganlar soni 10, yordorlar soni 9 deb bildirgan. Ammo o't yolqini va istitaklarning 15-qavatdan boshlab 7 qavatni qaplaganligidek reallikni ko'rib turgan aholilar bu uchurga qilchi ishonmagan. Aholilardan biri bino ishlarining taqalganligidek reallikni yoshirgan Xitoy doiralarining o'lim sonini tabiiy holda yoshirdiganligini bayon qilgan. U doktorxona sohasidan anglaganlarga asosan oz deganda 40 dan ortiq kishi o'lganligini tilga olgan. Bu aholi ta'minlagan telefon nomeriga asosan yordorlarni davolashga qatnashgan ma'lum bir doktorxona xodimidan ma'lumot so'raganda, u o'zi ishlagan bölümge 5 yordorning elib kelinganligi va 5'ning saqaymay jon uzganligini oshkorlagan. Boshqa bölümlarga qanchalik yordorlar elib kelinganligini so'raganda, buningdan xabarsizligini aytdi. Hukumat e'lon qilgan songa hukumat xodimlarining ishonmaganligini tilga olgan bir xodim, anglaganlarga asosan 9 kishining ko'yib o'lganligi, 10 necha kishining bo'lsa isti bo'g'ilib o'lganligi va jami 26 kishi o'lganligini bayon qilgan. Inkos qilinishicha, o't o'chirish xodimlari faqat binoga uzoqdan suv chechish, atrofga mashina yig'ib olish bilan bo'lgan. Ammo binoning eshigini tezdan chiqish va besib kirishga urinmagan. Ba'zi aholilar o't xodimlarining xatardan qo'rqqanligini bayon qilsa, yana ba'zilari eshikni ochishda yuqoridan, ya'ni markazdan buyruq kutganligini ilgari surgan. 119 jiddiy qutqizish qo'mondonlik markazi o't ketishining sababi, o'tning ulg'iyishi va o'limning ko'payishidagi sabab va javobgarlar ustida tekshirish elib berilayotganligini ma'lum qilgan. Ammo aholilar bu o't afati va uning ziyon zahmatlarga qamal sabab bo'lganligi va javobgarlikning har darajalik hukumat ekanligini ta'kidlashgan. Xitoyning Xitoy virusini tozalash harakati kishilarning qattiq noroziligini qo'zg'agan bo'lib, yaqinda butun Xitoyda namoyish to'lqini qo'zg'algan. Buning ichida Beijingdagi namoyishda kishilar g'arb davlatlaridan kelgan marksizm-leninizmning chet el kuchi ekanligini ko'rsatdi. 27 noyabr kuni kechda Xitoyning har qaysi joylaridagi kishilar oq qog'ozni egiz ko'tarib, Xitoyning qamal qilishiga qarshi namoyish yuqori pallaga chiqdi. Torda tarqatilgan bir ko'rinishda Beijingning Liangma ko'rikida namoyishchilar Xitoy tashviqotchilarining chet elning Xitoyga qarshi kuchlarga raddiya berib, marksizm-leninizmning chet el kuchi ekanligini ko'rsatdi. Shanxay, Sichuan, Wuhan, Guangzhou va Beijing qatorliq nurg'un shaharlardagi kishilar namoyish qo'zg'agan. 26 noyabr kuni Shanxay xalqi Urumchi yo'liga yig'ilib, Urumchidagi o't afatida qazo qilganlarga motam bildirishi bilan erkinlik va kompartiyaning istifa berishini shior qilib tovlagan. Qatarda o'tkazilgan Dunyo futbol lonqisi musobaqasi o'ylamagan yerdan Xitoy top mas'ullarining Xitoy Kompartiyasining harakatchan nol yuqumining oldini olish siyosatiga bo'lgan noroziligini qo'zg'agan. Qattiq quluplash tadbirlari ostida normal yashayolmaydigan va do'stlari bilan yig'ilib top musobaqasini xotirjam ko'ngli bo'lmaydigan Xitoy mas'ullari Qatardagi har bir tantarbiya maydonida tumanlagan top mas'ullarining maska taqmay xushalliq, hayajon ichida turganligini ko'rib, ondan Xitoy hukumatining haddidan ziyoda yuqumning oldini olish tadbirlarining kishilarning hayotiga yetib berolmaydigan azoblarni va og'ir iqtisodiy ziyonlarni keltirib chiqarganligidan g'azablangan ekan. Bloomberg va boshqa taratqularning muxbirlari
Xitoy Markaziy televiziya stansiyasi tarqatgan Dunyo lo'nqisi futbol musobaqasining suratlarini dunyoning boshqa televiziya stansiyalari tarqatgan suratlar bilan selishtirish jarayonida musobaqa jarayonidagi xushal, hayajonga cho'mgan tomoshabinlar ekranda paydo bo'lganda tomoshabinlarni butunlay kesib chiqarayotgan. Xitoy Markaziy televiziya stansiyasining tarqatish ekranidagi yon tarafdagi komanda treneri yoki almashib turadigan to'pchilar ko'rsatilgan ekan. Bundaq bo'lganda Xitoy amaldorlari Xitoy top mastonlarining musobaqa maydonida yoki tomoshabinlar orasida ko'rishni xohlamaydigan ko'rinishlarning chiqib kelishidan Xitoy hukumatiga qarshi shuar va lozunkalarning paydo bo'lishidan qattiq ansirgan ekan. Hindistondagi Tibetni qo'llaydigan 17 guruhidan tarkib topgan Tibet harakati yadroliq guruhi 28 noyabr kundan boshlab Hindistonning Dehlida 7-chi navbatlik Hindiston Tibet tashkilotini qo'llash yig'ini o'tkazdi. Hindistonning har qaysi joylaridan kelgan 200 dak vakil qatnashdi. Markaziy Tibet hukumatidagi Sikyung Pimba Tering İçiliş notağıda faqat Tibet xalqining o'z kelgusini qaror qilish huquqi borligini ta'kidlab, xalqaro jamiyatni Tibet xalqini qo'llashga chaqirdi. O yana tarixiy nuqtadan aytganda Tibet oldi bilan Xitoyning bir qismi emasligini, ammo hozir ko'pincha davlatlar Tibetning iqtisodiy manfaatini asos qilgan holda Xitoyning bir qismi deb e'tirof qiladiganligini, buning bilan Tibetning ig'dorchilik huquqini belgilash bilan barobar ekanligini bildirgan. Uningdan boshqa Hindiston parlament a'zosi Suji Kumar yig'inda dunyodagi barliq davlatlarni Tibet masalasiga yuzlanishga chaqirdi. Hindiston hukumati surgunda Tibetlarning o'ltiraqlashishiga va Tibetning ma'muriy markazi qurishiga yo'l qo'ydiganligini, ammo buning bilan yetarli emasligini bildirib, yangi Dehlining texmi ilgirlagan holda Tibet markazining o'rnini e'tirof qilish kerakligini ta'kidladi. Sharq Turkiston, ya'ni Uyg'uristonning Oltay Ko'kto'qay noyisining qor bulg'un yezisida qor ofati yuz berib 8 malchi yo'qolib ketgan. 24-oktyabrdan boshlab yaqqan qor qalin qorga aylangan va nurg'un malchilar va mollar tog'da qapsilib qolgan bo'lib, 8 qozoq malchi yo'qolib ketgan. Nurg'un qo'y, kala va to'glar qorning ostida qolib o'lgan. Mahallalar qattiq karantin qilinganligi uchun umumiy xalq vaqtida berib qutqizish elib borolmagan. Natijada nurg'un ofatning yuz berishiga sabab bo'lgan. Shuning bilan bir vaqtda tog'da qolib qolgan malchilar karantin sababli mahallaga kirolmagan. Ochliq va sovuqdan daldalanganda kiyim-kechak ilish uchun mahallaga kirolmagan. Buningdan xabardor bo'lgan qor yo'lg'in yezisidagi urug' tuqqan qo'lma qo'shinlar safarbarlikka kelib, bir necha malchini va bir qism qorda o'lmay qapsilib qolgan mal chorvalarni qutuldirib qolgan. Ammo 7-8 malchining ta bugungacha xabarini ololmagan. Ko'rilib turibdiki, Xitoy kommunistlari kasalni bahona qilib, qozoq xalqlarini yo'qotmoqchi.